2025 yil 24 oktyabr kuni sevimli tomoshabinlarni Rangsiz gullar serialining 59 qismi kutmoqda. Efirga soat 21:45 da uzatiladi. Rangsiz gullar ko'zda yosh, yurakda chandiq qoldiradigan hikoya. Har bir gul rangli bo'lishi kerak edi, ammo ba'zilar hayot sinovlarida rangini yo'qotgan. Ushbu qismda voqealar ayniqsa dramatik tarzda rivojlanadi. Qahramonlar o'zlarining o'tmishdagi qarorlarining oqibatlari bilan yuzma-yuz keladi, ularning o'rtasidagi taranglik cho'qqiga yetadi. Ssenariy mualliflari hissiyotlarni shunday nozik tarzda ifodaladiki, tomoshabin befarq qola olmaydi. Personajlarning ichki dunyosi va ularning harakatlari tomoshabinni chuqurroq his qilishga undaydi. Rejissyorlik ishlari va vizual jihatlar ham alohida e'tiborni talab qiladi. Har bir sahna eng kichik detaligacha o'ylangan, operatorlik ishi esa syujetga dinamiklik qo'shadi. Musiqiy fon esa emotsional lahzalarni mukammal ta'kidlaydi, tomoshani haqiqatan ham qiziqarli qiladi. Rangsiz gullar bu shunchaki dramatik serial emas, bu hayot, sevgi va yo'qotishlar haqidagi unutib bo'lmaydigan hikoya. Ushbu qism ayniqsa ta'sirli va voqealarga boy bo'lib, hech kimni befarq qoldirmaydi.